oktyabr oyida Xalqlarga qonun bor, xonadonda bor, xonadonda o'zga jarima tergov bo'lyapti, sudga o'tdi bu yil. Hali o'tmadi sudga, tergov bo'lyapti. Oilaviy sharoitimni hisobga olgan holda Men как раз больницada shu vaqtda ozod ish boshlash uchun bor edim. insoniy yordam qilgani uchun sizga Alyaga shukur, ayoq qo'lim ishlab qolsa, 161 o'zi uylarimni davlat olib konfiskatsiya qilib olgan. O'zi bog'chada yashayman. Hech qanday bog'chani bitta xonasida qizim, 3 ta nevaram bilan pul yo'qdi. Olaylik desak, cho'rlikdasan. Cho'rlikdagi bermaydi. Kreditmi? Hozir qo'yasiz. Uchta bolasi bilan bitta xonasida 4 yildan beri yashayapti. 4 yildan beri Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men blogermanda, ijtimoiy tarmoqqa chiqaraman. Xafa bo'lmaysiz, intervyu olyapman. Qarshilik ko'rsatmang. Ana shu opadan olsangiz Aytdi, eshitdim hozir. Ha, eshitdim, hozir shuni syomka qilib oldim. Siz nima masalada keldingiz? O'tiring. 7 ta bolasi bor, mashinasi kerak. Shuni iltimos qilib nimaga masalada qo'ydi bitta. aliment bo'lsa hozir Uni ham deydi, arish bor. Endi qaror bo'lsa aliment shuni to'xtatib bir yilga cho'zib bersangiz, xudo xohlasa bo'lib $1000 to'ladim-ku. Bo'lib to'lab tursa qilardim-da. Kim aytyapti? Pensiya o'zim pensiyamni, xotinim pensiyasi qo'shib har oyda o'zi ham shu davlat qilamiz, to'laymiz. Boshqa pul yo'q-da, kirim yo'q-da. Kamaytirish maqsadida har oilaga 15-dan keyin ko'rdan tozalik uyga boradi. Yana boshqasiga boradi. 15-dan keyin ijrochilar ham qaror topadi, qayerda ishlaydi. yaxshi, buni arizingizni uni olib boramiz, borib aniqlab keyin hamdami shu qisqaroq muddatda ko'rib hal berish uchun o'zgaryapti. Qarorlar uchun o'zgaryapti. Men qo'shib nima? Buni nusxasi ekan. o'zgartirish bergan bo'lsa o'sha yerda Yo'q, bu yerda uni huquqida o'zgartirishdan maqsad kam to'lash. Agar borib bir yilga Lekin bitta narsa aliment summasini qat'iy summada to'lab berish haqida siz da'vo berishingiz mumkin. Siz da'vo berishingiz mumkinki, boyagi ish haqlari o'zgaruvchan bo'lsa, bir xilda masalan daromad bo'lmay, noto'g'ri shaklda masalan ish haqini bersa yoki o'sha boshqa holatlarda beriladi-da, bu lekin mana bu joyini o'zgartirganligi uchun kelib chiqqan aliment summasini ko'paytirish yoki summada belgilab bo'lmaydi. Rostini bu yaxshi bo'lmasa aytaman. chaqiradi sudga, chaqirishadi. Telefonlarni yozgansiz. Endi ham bor. Ko'paytirish emas, qanday summada belgilash. Berishingiz mumkin. Yaxshi bor, lekin boyagi holat bo'lishi kerak. Yaxshi yakunlansin. Keyin yana haligi bir biznes bilan anaqa balon kelsa qo'shib qo'llab keladi. Undan ham bo'lsa buni yaxshi kunlari ham bor. Ko'paytirish aslida birinchi navbatda siz BIPga murojaat qilasiz. Davlat ijrochisi chunki shug'ullanyapti shu daromadi yoki boshqa shaxsiy daromadlar bo'yicha. Shuni to'lab ochilsa kerak, ularga murojaat qilishingiz kerak. Lekin boyagi o'sha aytyapman, joyi kodeksida modda bor. Daromadlari o'zgaruvchan bo'lsa yoki ish haqini noto'g'ri shaklda olayotgan bo'lsa, aliment summasi ko'paytirilishi yoki qat'iy summada belgilanishi mumkin degan modda bor.
O'shanda kelib o'sha chiqasiz. biznes qilayotganligini bir fakt bilan majburiy ijro byurosiga yetkazsangiz, endi uni ham bir o'rganib haqiqatdan Gap qog'ozda emas, o'qiydigan ishlar. yo'q, hozir bo'lmasa ham aytyapman-ku. Shunaqa holatlar bo'ladi. Majburiy ijro byurosi ham qo'ylab yuradi orqasidan. Ko'rib turibdi uni majburiy ijro, lekin qonun doirasida hech nima qilib bergan. Na sudga taqdim qilib beryapti. Necha pul aliment to'layapti oyiga? 600 so'm. Hozir mana bu yerda majburiy ijro byurosini ham direktor kelganda bo'lyapti, boshlig'i kelgan. Bo'lmasa bu qilmish bo'ladi. Majburiy ijro byurosi nima deyapti? O'rganish qiladi dedi. Hozir katta farzandim 6 yosh, kichkinasi 4 yosh. Katta farzandimni qo'shimcha darsliklarga jalb qilmoqchiman-da, maktab yoshiga yetyapti, 6 yoshdan Nuravoyga topshiriladi. O'shaning uchun umuman qoplamayapti, 600 so'm beradi. O'zi umuman Fermerlikmish joy? Ha. Bundan tashqari o'zi xabar ham olmaydi, bironta kamni ham qilib bermaydi. Hozir bitta narsa bo'lyapti, ba'zida doimiy to'lanyapti bo'lib ketyapti, lekin qo'lga tushmayapti. Uni bittasi o'ysiz. Nima uchun tushmayapti degan? Ba'zan to'g'rilashga harakat qilamiz deydi. Muddat berdi, Murojaat qilyapmiz. Ha, murojaat berdi. Haqida hodisa ko'rib nima Uni sudni qarori ijrosida bitta aliment beradi-da sizga. Tushundingizmi? Biz mana aliment undirish to'g'risida sud buyrug'i va xalqning qarorini chiqaradi. Bu yo'g'ini endi majburiy ijro byurosi shug'ullanadi. Qanday eski sud ishlari bo'yicha ham ko'rasizmi? Nima ish? O'rtada mol-mulk bo'lish bo'yicha ham murojaat qilgan edim. Forish tuman sudi raisi bo'lib berdi. Nomida 2020-yil turmushimizdan keyin Gazel rusumli avtomashina oldi. Yurib turgan edi. Shu vaqtgacha 2024-yilgacha, 2024-yilda radarga tushgan videolar ham bor edi. Va sud bo'ladigan ekspertiza tayinlanadigan holatda sud raisiga men qo'limdagi dalil isbot taqdim etmoqchiman deganimda taqdimotni qabul qilgan sud raisi. Sud qarori nima bo'ldi? Sudni qarori boyagi avtomashinani ekspertizaga yo'naltirildi. 5 million qanchaga narxlandi? Ikkalasi 5 millionni bo'ldidan 2 million qanchadan menga undirish hisobiga chiqardi. Keyin o'zim nomida qolish. Sud qarori agar noto'g'ri deb o'ylasangiz, shikoyat berdingizmi yuqori turuvchisiga? Prokuraturaga murojaat qildim. Yo'q, kassatsiya instansiya bor, yuqori sudlar bor. Bunaqa haqida menga hech kim ma'lumot bermadi. Faqat Necha yil bo'ldi? 2023 Kassatsiya shikoyati bering, muddat tiklash to'g'risida iltimosnoma bering, viloyat sudi balki ko'rib beradi, muddat tikladi. bitta narsaga hayron qolib, 2020-yil o'zi nomiga oldi avtomashinani texnik ko'rikdan o'tiladi 2 yillik. O'sha narsalardan o'tgan edi, jarimalari ham turgan edi. Sudga boradigan kuni boyagi videoni yuklab olib, undan oldin jarimalar, 4 ta jarimasi turdi. Sudga ketayotgan kuni yana bir kirib tekshiradigan boyagi jarimalar ham yo'q. Texnik pasporti, texnik ko'rigi 2016-yil o'tilgan bo'lib chiqadi. 20-yil o'tilgan narsalar ham avtomatik bazadan umuman yo'q. Sizga nima aloqasi bu sanada ro'yxatga o'tish sanada? Ha, men sudga o'sha narsani taqdim qilyapman. Yurayapti 2020-yil. Qaror chiqib bo'lgan-ku. Mashina puli o'sha narsalarni yarim puli sizga undirilgan. Qabul qilmadi. Sud raisi qabul qilmadi. Yo'q, uni qabul qilsa nima beradi? Baholanish anosiga e'tibor qaratilar edi bu. Yo'q, ekspert o'zi baholab bo'lgan sizda tilingizdan chiqqan gapga ko'ra, ekspertiza xulosasiga asosan mashina bo'lishda mashina kimni foydalanishda bo'lsa, o'shanda mashina oldiriladi, yarim puli ekspertiza xulosasiga asosan boyagi ayol kishiga pul shaklida bo'lib ajratib beriladi. Sud qarori asosida. Men shunday tushundim, shunaqa qaror chiqqan, to'g'rimi? Siz summadan norozisiz. Xullas o'sha avtomashinani holati bo'yicha ham noroziman-da. Qo'limdagi dalil isbot ko'rmadi. O'shani inobatga olib turib, suddan Xo'p, siz bo'lmasam shikoyat qiling. Shikoyat qiling. Agar o'sha hozir ham bering shikoyatingizga qo'shib o'sha dalilni. Agar sud lozim topsa, qayta ekspertiza tayinlab qo'shimcha. Kassatsiya shikoyat berish huquqingiz bor lekin. O'shandan keyin ham boyagi avtomashinasi masalan 937 bo'ladigan bo'lsa, o'sha suddan keyin ham bilmayman qaysi avtomashinaga taqib turib haydagan boshqaruv bo'ldi, olib o'sha nomer bo'yicha. Boshqa mashina. Ha, o'shanda boshqa mashinaga taqib haydadi. U bo'lmasa, mana tegishli ishlarni prokuraturaga bering. Agar
noqonli davlat raqamini boshqa taqish mumkin bo'lmagan avtomashinaga taqmaydi. Sudga murojaat Yo'q, qilmagan. sudga endi u noqonli foydalanib yuribdi degan narsa bilan berolmaysiz. Tergov surishtiruv organi ko'radi. U tergov surishtiruv organining xulosasi qaroriga ko'ra keyin sud baho beradi. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Uzr, men blogerman, ijtimoiy tarmoq blogerman. Intervyu olishga kiruvdim. Yana ertaga ijtimoiy tarmoqqa nimaga chiqardilaring deb anaqa qilib yurmangizlar. To'g'ri, sizda? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' bo'ling. Tezroqqa. Keling, nima masalada murojaat etasiz? Sattorov o'lmas jinoyat sudida ishlaydigan kishi borku, o'sha kishidan bilasiz, avvalam norozi bo'lganmiz. Sizga rahmat, kattaga rahmat. O'shanda borib hammasini ko'rdingiz. Haqiqatda rahmat sizga, ochib berdingiz. Qachongacha men Paxtakorda sudya bo'lib turib, Jizzaxlarda yig'lab yuraman. Aytingchi. O'shanda ham ko'rdingiz, tuhmat qilgan. Endi yana shundayda, yana shunday vaziyat bo'lyapti. Ma'mur ish ko'rildimi yana? Yana shunaqa narsa bo'lyapti. Bir taraflama ko'ryapti-da, umuman ishlamayapti. Kimga nisbatan ma'mur ish? Yusupov Uyg'un. Tak, Yusupov Uyg'un. Uyg'un. Yusupov Uyg'un. Bu ma'mur huquqbuzar-a? Ha. Siz ish bo'yicha jabrlanuvchimi? Men jabrlanuvchiman, lekin men jinoyat chiqib qo'yyapti bu odam. Avval ham shunday qilgan, bilasizmi? Demak, hozir endi sizni ham Rajabovani ham huquqbuzar deyapti, shundaymi? Avvalgidek, xuddi siz disklarni oldingiz-ku, ular olmagan payt oqlandimmi? Yana shunday narsa bo'lyapti hozir. Qachongacha odamlar uyini Sizga qaysi modda bilan qo'yyapti? Endi mana uchastkuyda haqorat qildingiz. U meni uyimga borib, o'g'limga tuhmat qilib, Qirqib qo'yyapti sizga. qo'l telefonidan Qirqib nisbatan qo'yyapti. Ma'muriy javobgarlik qo'yyapti. bilmayman nechini qo'yyapti. Mana Ishni ko'rib chiqdimi yo'qmi? o'zim ham bilmayman nima qilayotgan shu odamni bor. Nega? Qo'l telefonidan. Sud bo'ldimi? Ha, sud bo'ldi. Qachon? Nechinchi kuni bo'ldi? Ular bilasizmi, faqat shunday qilib yuradi. Sudga bordingizmi, bormadingizmi? Sudga bordim. O'sha nechinchilariga esna chiqib ketadi. Qarorini e'lon qildimi, qilmadimi? Qilib bo'lgan, lekin noqonuniy qilganda. Tushundim, siz hozir aytib berarsiz. Aynan nima deb qaror e'lon qildingiz? Qarang, bunday bo'lyapti. Jarima qildimmi, nima qildim? Hozir menga tuhmat qilyapti-da, shu tuhmat bo'yicha qolib ketyapti. Bunday bo'lyapti, uchastkoy uyimga kelyapti. Mana o'zlari qolib ketganda, u qog'ozlardan bezor bo'lganman-da, ular. Qarang, bunday qilaylik. Hozir aniqini nima qilolmayapsiz-da, o'sha qarordan oling. Xuddi oldingi singari. Agar 10 kun o'tgan bo'lsa, o'tmagan bo'lsa, kelyapsa. Agar o'tgan bo'lsa, kassatsiya qilib O'tib ketgan. o'tgan bo'lsa kassatsiya qilib yozing. Kassatsiya qilib yozingda, viloyat sudiga taqdim qiling. Kassatsiya sudi ishni qayta ko'rib chiqadi, xabar beradi. Qayta ko'rib chiqadi. Hammasini adolatli, qonuniy va asosli tartibda ko'rib chiqib qaror qabul qiladi. Avvalgisi ham Yusupov Uyg'un orqali bo'lganida. Oldingisi kim edi? Qo'shnini urmasaga o'g'liga borib chiquvdan. O'sha ham Yusupov Uyg'un. Ha, o'sha edi. Hozir ular yana nazor. Yana nazar, keyin xonaga pichoq qo'yib, uchastkoy chaqirish haqqi bormi, svet o'chirib qo'ydi. Menda videolari bor-ku, ko'ruvdingiz videolarni. Ana shu videolarda ham unga qonuniy chora ko'rilmadi. Chora ko'ramiz deb chora ko'rilmadi. Keyin hozir ko'rsangiz endi Qaror hali olmadingiz-a? Yo'q. Siz qarordan bo'lmasa bugun oling. Meni uyimga Bo'lmasa ertaga oling. Chunki sudning qarorini qonuniyligidan, adolatligidan tekshirish faqatgina yuqori instansiyaga, apellyatsiya, kassatsiya va taftish tartibida shikoyat berish asosida ko'rib chiqiladi. Qarorlar, sud qarorlari. Shuning uchun qaror olingda norozi jihatlaringizni shu qog'ozga kiriting va o'shani qayta ko'rib chiqish masalasini o'rtaga qo'ying. Va uni o'sha ishni ko'rib chiqqan Paxtakor tuman sudiga topshiring. Agar siz endi o'lmas deyapsiz, o'lmas bo'ladigan bo'lsa, u jinoyat ishi bo'ladi. Sababi u jinoyat ishlarini ko'radi. Bu yerda Jo'rayev bor, u ma'muriy ishlarni ko'radi, tergov sudyasi. Yo'q, qaysi biri o'lmas.
Zaten bunu demek jinoyat shu. qarang, avval oddiy qo'shnimiz bilan urushib qolganda, u qo'shnim mening uyim tagiga kelib janjal qilganda yoki qiliqlar qilgan payti ham Bitta jinoyat ishi sizniki ko'rilib keyin nima ham bo'lmadimi? ana shu yolg'on bo'ldi hammasi. Nima bo'ldi shuni yakuni? Ana onlayn anavda o'tirdik-ku. Nima yakuni? Ana shunda ham yolg'on bo'lib chiqdi. Shunda yakuni nima bilan tugadi? Bu uyg'un mening uyimga borgan tanimadi, tanimagan bo'yicha qolib Bu ketdi. u emas, bu boshqa ish bu. Shu. Ha, shumi? O'sha U viloyatda ham ko'rilmadimi? O'sha viloyatda ko'rgan, u ham qalbaki bo'ldi. Apellyatsiya ko'rilgan. Qarang, manada hozir uyg'un mening uyimga keluvdi. Kelgandan keyin qo'l telefonida shunda buni holatini yo'q, hozir holatini gaplashmaylik, buni holatini keyin qarorda olgandan keyin. Hozir apellyatsiyada ko'rildimi? Kassatsiyada ko'rildimi? Nimada ko'rildi? O'sha ishingiz hozir e'tiroz bildiravergan ishingiz. Viloyatda qaysi bosqichda Men ko'rildi? sudda qarayapman-da. Paxtakor tumanida sud bo'lganda kiryapman, qarayapman. Birovni birov pichoq tiqib olyapti-da, ma'muriyga o'tkazib, tanish bilishib ma'muriyda olib chiqib ketyapti-da. Lekin oddiy bunday uyimga bostirib kelgani uchun, tuhmat qilgani uchun men haqorat qilsam, meniki jinoyatda ko'rilib ketyapti. Qaysi bo'lsa kerak? Qiladilar. Turibdi, bari qanday Olib kelmaysizmi? Sayyor qonunga kelgan bo'lsa. Men hozir ham bitta uni deb o'yladim, prokuraturani ustidan deb o'yladim. Yana bir masala bo'yicha kelganman endi mana. Ha, boshqa masala. Ha, boshqa prokuraturani ishi bo'yicha kelganman. Prokurorimizga yo bo'lmasa hokimimizga biron bir gap desak, umuman biz tinglamaydi. Meni yaqinda ko'rsangiz yana bir nima qilyapti, qarang. Hali u bo'yicha sud bo'lib qolsa kerak. Mashinkalarni olib kelyapti, mana yerda mashinkalar qo'yyapti-da, siz deyapti, boshliq bo'ldingiz, qo'lingizda 5 ta o'quvchi bor deyapti-da, meni hunarmandlikka a'zo qildiryapti-da, sertifikatim bor-ku, mashinkalar qo'yib, shunday hammani o'qitayotgan o'qituvchilar qo'lidan kelmaydi. Bundan keyin mana boshqa tashkilotlar bor, bu yerda kelgan fuqarolarning hammasini kerak bo'ladigan bo'lsa, masalasini hal qilib xonalarga ajratgan, u yoqqa o'tish kerakda hamma xona ajratgan. O'qib yuboring. Demak, agar ruxsat bersalar, mana hurmatli fuqarolar, sizlarga qulayroq bo'lishi uchun alohida xonalarga ajratilgan. Viloyat prokurorimiz Baxtiyor To'yjonovich 2-qavatda 1-xona. Shundaymi? Xuddi shunday. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i G'ayratto'yich Qodirov 1-qavat 2-xona. Demak, viloyat departamenti rahbariga Mo'min Xurshidakaga 1-qavat 3-xona. MIP viloyat boshqarmasiga Mengli Devistakaga 4-xona, etaj yozilmas. 1-etaj. Viloyat sudi raisiga 5-xona. 1-etaj. 1-etaj. Viloyat ma'muriy sudi raisiga Rahmonov Sarorbegiga 6-xona. 1-etaj bu. 1-etaj. Demak, viloyat adliya boshqarmasi Ergash Akmal akaga, demak, 7-xona, 1-etaj. Bu ham 1-etaj. Viloyat soliq boshqarmasi Ismoil Bobur akaga, demak, 8-xona. 1-etaj. Dengiz ombudsmani vakillariga, demak, Usmonov Sardor akaga 9-xona. Hurmatli fuqarolar, mana shu yo'nalish bo'yicha agar tartib bilan shu xonalarga chiqsalaring, deb o'ylayman, murojaat va javoblar olishinglar to'g'riroq bo'ladi. Agarda tuman hokimligiga, agar vakillariga murojaat qiladigan bo'lsa, marhamat, men mana shu katta dalil qabul qilsam to'g'ri bo'ladi. Kelishdingmi yo'qmi, hurmatli fuqarolar? Qo'shimcha savollar yo'qmi? Chiqib ketsin. Assalomu alaykum hokim bova, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Jizzax Do'stlik tumanida viloyat prokuraturasidan sayyor qabullarga boshlanyapti. Mana hozir xalq kelgan murojaat qilish uchun. Murojaatlaringiz bo'lsa, intervyu olaman. Agar noqisalaringiz
Tepada dedi. Mana sayyor qobullari. Sizga joylashmoq masala yo'q. Yettinchi xona qayerda? Yettinchi xona tepada bo'lsa. Pastda. Pastda bozmashdimi bu? Yettinchi xona. Svetiyor nega yo'q? İkinci etajda deydi. Mana shuncha odam. Birinchi xonada Sayyor qabuli. Endi bitta shumi, boshqa joy yo'q ekan. O'tiradigan joy bormi, Bekzod? Yo'q. Bu davomida o'tiradigan joy. Ha. Sen program qabulga kirasiz. Yo'q. Agar kirib olaveraman. Qatqanlikni o'tish kerakmi? Siz qayerdan? Jizzaxmi? Asl kanal negativda. akalar Jizzax shahridan qo'qarilib bosh bola so'ragan 98 kirib olsa. Aynan iltimos. İkinci bo'lmani Hurmatli prokuror, nega bu svitlaringiz? Nega svit yo'q, hurmatli prokuror? Mana svit bor. Yo'q, nega bu yer o'chik? Hozir yoqamiz. Kimdir o'chirib qo'yibdi aytdi. Yo'q olinglar. Kelinglar mana shu yerda bitta auditoriyada kirib o'tirib turaylik. Xona bor. Iltimos, yuringlar. Ochilmagan xona. Qilamiz o'sha. Mana shu xonaga o'taylik. Iltimos sizlardan. Shunaqa bitta xonaga o'taylik, yuringlar. Ochsa xonasi bor, o'tirib, keyin Xonani ochib Navbat. kelinglar. Qayerda? Xonani ochamiz. Kelinglar. Chaqir. xonaga kiraylik, ro'yxatga olamiz. Assalomu alaykum. Nima bu yerda ro'yxatga olammikan? O'tirib turingizlar deb ketkizib yuboradigan odatlari bor bular. Ha, ko'rganmiz sayyor qabullarni.
bir necha marotaba qatnashganman. O'tgan yili viloyat prokurori Sayyor Hamdulov katta ishchi Yechib berdim. Bizga uyimda bor. Bo'ldi. Hozir nima masalada keldingiz? Bank masalasida. Bank yechib beradi. Xudoxohlasa. Men Qashqarda sayyor qabullari mazmuni o'tdimi deb anaqa qilaman, intervyu olaman. Agar unaqa qilsalaringiz, ijtimoiy tarmoqqa chiqaraman. Xohlasalaringiz. Biz ijtimoiy tarmoqqa gapiradigan uchun bu o'tib. Haqqoniylik o'tdimi, yo'qmi? Bloger opammi? Yura. Gapiradigan modda haqiqatdan 3 yildan beri cho'mtirib oylik ololmaymiz. Oylik ololmaysiz. Qaysi sanodan? Bo'lsin olaman. Endi 3 yil bo'ldi. Bo'ldi. Qashqarga chiqsangiz intervyu olaman. Intervyu. Yozdim. Bana da yozdim. Aqlim yetmayapti. Intervyuga chiqaraman deyapti bu. Bitta ro'yxat qilamiz shu yerga. Navbat bilan chiqib kiramiz. 3 kishi chiqaverasizlar. Bir kishi chiqib kirdimi, bir kishi bu yoqdan chiqaveradi. Iltimos, mana joylar bor, o'tiringlar sharoit. Yo'l ekan. Mana ro'yxat tuzib olaylik. Ro'yxat. Bilasiz, hech qanday masala yo'q. Topshiramiz. Maylimi? Masalan, hozir yigitlarni ijrosi. 3 ayol bor ekan. Birinchi ayollar. Hamma qabul qilinadi. Hamma faqat shoshmasdan. Ha, o'zlari kelganlar. Navbat aka. Bo'ldimi? Mana birinchi navbat kelishinglar opajon. Mayli. Hamma qo'llarga ham aytaman. Hozir erkaklardan iltimos qilmoqchi bo'lib Bu kishi qarang, bu kishi anodan kelgan. Uzoq joydan kelgan. Fikringga men kiraman. ro'yxatni beringlar endi. Ro'yxatni bersangiz. O'tiring aka, o'tiringlar bemalol. Ro'yxatni qildinglar mana bo'ynida o'tiramiz endi. O'tiring. Zaten çıkardım o zaman. Mayli agar bitta erkak bitta ayol deydi. Bitta endi 3 ta ayol ekan. Bitta Bular prokuror salom salom chiqmasku. Yo'q, salom salom deb kirganman. U kishini o'rniga bu yoqqa oldim. Hech kim bilmay bu bo'lyapti. Ko'rmagan joyga taniymiz. Mana esimda qolib ketgan hozir. Shuni eshitib chiqib bo'lsa ketib bormoqchi. Shuni ko'zim tushdi o'ziga kirdi. Anoda emas bu. Kecha uldiga bordim. Shuyda chiqib aytib bitta pavoy chiqdi. Shuncha odam dedi. Shuncha odam. Ishi viloyatda hal bo'lganda shuncha pul xarajat qilib o'tirmoqsiz. Shu odam joy-joyda. Birinchi borganda, uchinchi borganda shu odam aytadi. 90% chiqib ketdi. Yo'q, 90% bitti deyapti. 2 million bitirgan. Harakat açık mı? Xohlagan joyga yugurtirib, xohlaganday qilib, noqonuniy Keling, sizdan bir intervyu olay, tushuntirib gapiring. Keling. siz ko'rib gapirgim kelib ketdi. Yuring. Rosa shu odamlar haqiqatni gapirar ekansiz. Yuring, bir intervyu olay. Oling. Opa siz qayerga? Men blogerman. Mayli, siz murojaat edingizmi? Ro'yxatga olindingizmi?
17-yilda turdim. Bo'ldi. Ichkari kutib qo'ying, koridor qoldirmaysiz. Intervalmi shuni? Ha, intervalasiz. Bo'lmasa birinchi etajga tushingiz. Yuring. Shu yerda olaveringlar, naryoqda olasiz. Men anadan blogerman. Qarang, o'zingiz tanishtirasiz, keyin familiyangizni aytasiz, necha yildan beri kelayotganligingizni, sarson sargardon bo'lib yurganligingizni aytasizda. Xo'p, men sizga savol beraman. Avvalambor o'zingizni tanishtirasiz. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq nolari deb. Xo'p. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdagilar. Mana Jizzax viloyati Paxtakor tumanida yashaymiz. Men Rajabova Dildoraman. Kichik sanoat zonani sotib olgan edim bir opadan. Ko'rsangiz, u joy o'zi aslida yo'q joy ekan. Kichik sanoat zonani sotish mumkin bo'lmagan joyda sotgani uchun o'zi aslida jinoyat alomati bor, firibgarlik bor, hamma nimalar bor, noqonuniy ishlar bor deloni bizni Paxtakor tuman prokurori hech qanday qonuniy ko'rilmaganda delolarimiz. Hech qanday jinoyat alomati yo'q, firibgarlik yo'q. 83.2 deb yopavergan. Ichki ishlar ham shunday qilgan. Ichki ishlarni xati ham turibdi, prokuraturaniki ham turibdi. Biz Paxtakor tuman prokuraturasi ham, ichki ishlar ham umuman ishlamagan. O'zining nima deydi? Boyagi ishiga nimasini sodiq emas. Sodiq emas-da, sodiq emas. Misol hozir borsak, odamiga qarab ishlaydi qonun bizda shunday. Xohlasa uchastko'ylar tuhmat qiladi, xohlasa tuhmat bilan sudga olib chiqadi-da, keyin boyagi sudyalar ham ular bilan tanishdi. Ikkalasi bir bavolatdan bir tomonlama ishni yopaveradi. Hech qachon Paxtakorda qonuniy hech kim javob bera olmaydi. Hozir mana shu yerga keldim. Jizzax viloyati prokurorining qabuli, sayyor qabuliga keldim. Endi ko'rsangiz, blogerlar aralashgandan keyin jinoyatni topyapti-da, ichki ishlar, prokuratura bo'lgan payti topolmayapti. Unda nega ular ishlayapti? Oddiy fuqarolarni shaxsan o'zimda 2 yil yugurdim, umuman jinoyat alomatini topib bera olmadi. Chunki u opam tanishlari ekan, tanish bo'lgani uchun boyagi deloni yopavergan bizga o'xshagan bir tanishi yo'qlar ko'chada yig'lab yuraverganda, lekin bilardim jinoyat alomati bor, firibgarlik borligini avvalgi hokimimiz aytgan edi. Dildor opa, bu sizni ishingiz bo'yicha ko'plar javob berishga to'g'ri keladi. Yozavering, to'xtatmang opa. Siz to'g'ri aytyapsiz. Kichik sanoat zonani sotish mumkin emas. Sizdan 82 million pul olyapti. Deyapti, 2 yil sizni sarson qilib, prokuratura ham, ichki ishlar ham sizga qonuniy javob bermayapti, deyapti. Haqiqatdan ham lekin ichki ishlarda agar qilgan ishini shaxsan men qilsam yoki bo'lmasa biron bir oddiy fuqaro qilsa yoki Paxtakor tumani prokurori boya delodagi qog'ozni ko'rsangiz bor-ku, 83.2 degan delolarni ko'rsangiz, ular qilgan ishda agar oddiy fuqaro qilsa qamalardi. Lekin bularga qamoq jazo ham yo'q, hech qanaqangi qonun tomonlama bularga jazo berilmadi-da. O'sha ishida mazza qilib ishlab yuradi. Oddiy fuqarolarga juda qiyin Paxtakorda. Necha yildan beri yuribsiz sarson bo'lib? Mana 3-yilda bloger aralashmaganda boyagi pulni ola olmasdim. Qaysi bloger aralashdi? Bizda mana Shavkat aka degan, mingdan ming rahmat Shavkat akaga, Do'stlik tumanida yashaydigan bir blogerimiz bor. Keyin Toshkentdan jurnalist chaqirdim. Haqiqat uzdi chaqirdim. O'sha Hamid akalar 2 kishi aralashib bu jinoyatni, katta jinoyatni ochib ketmaganda bizni Paxtakor tumanida hech qachon bu jinoyat ochilmas edi.
Ming rahmat. Hozir nima sababdan keldingiz bu yerga? Men yana shu nima uchun ularga qonuniy chora ko'rilmayapti? Nima uchun ular ishida mazza qilib ishlab yuribdi? Ular qilgan ishni bizga o'xshagan oddiy fuqaro qilganda qamalib ketgan bo'lardi-ku. Nima uchun tanish bilish bo'lyapti? Bular qachon javob beradi? Davlatda prezidentimiz oldida bular qachon javob beradi? Men shunga qiziqyapman. Qiziqda men uchun. To'g'ri, bu soha bo'yicha o'qimaganman, lekin menga o'xshagan o'qimaganlarni bular oyog'imda ezib tashlayapti-da. Bunday qilish kerak emas. Oddiy fuqarolar ham insonligini, ular salga qamaladi-ku. Oddiy fuqaro bor-ku, sal mana yerda urush bo'lib qoldimi, agar bitta 102 qilmasin, boya 102 qilmagan uchun ham javobgarlikka tortib guruhga qamab yuboryapti-da. 2 sekundda qamalib ketyapti ular. Lekin bular qilgan ishiga javob ham bermaydi, bular qamalmaydi ham. Qoyil qolmay iloji yo'q. Vaqtda ko'r. Hozir endi bu yerga adolat so'rab, haqiqatni izlab keldingizmi? Haqiqat izlab ham keldim. Prokurorimizga qonuniy chora, jazo berishini so'rab keldim. Nima uchun? Prokuroringizning familiyasi nima? Xayrulla aka degan prokuror, lekin familiyalari esimda yo'q. Xayrulla akaga qonuniy chora ko'rib, jazo berishini, ishidan olib tashlashini so'rab keldim. Nima uchun u odamlar bu nima deydi? Oddiy fuqarolarga yordam bermasa ham, boyagi tanish bilish qilsa ham, bir taraflama ishni yopsa ham, ko'p qilgan bu ishlarni. Bir marta qilmagan, bir 2-3 marta qilib qo'ydi. Lekin rahmat, hech kim bularni qonuniy tekshirib chiqmayapti. Rahmat. Bu yerda hammasi tanish bilishga, menga ko'rsangiz, ishxona ochib beraman dedi. Ishxona ochib berdi, tikuvchi deb. Mashinkalarni olib keldim, joylashtirdim, tikuv sex ochdim, ko'rsangiz. Jizzaxda shunchalik katta jinoyatlarni ham yopib yuborishi mumkin-da. Keyin olib kelyapman-da, boyagi nima deydi, hunarmandlikka a'zo bo'lganman-da. Hunarmandlikka a'zo bo'lyapman. Ular kelib mashinka oling deyapti. Men birovdan mashinkalarni olib kelib uyda 5 ta 30 ga kirmagan o'quvchilar tayyorlayapman. Endi qiziqyapman-da, chunki o'quvchilik o'qiganman-da. Sertifikatlarim bor. Keyin shuning uchun qiziqib, boyagilarni endi ishxona haqiqatan ham ochilyapti deb o'yladim. Ular qonuniy qilganday qilib qog'ozlarni chiqaryapti, boshqa qilyapti. Meni bu yerda master qilib ko'rsatyapti. Keyin boyagi guvohnoma ochtiryapti. Hamma narsa qonuniy bo'lgandan keyin siz ham qonuniy deb o'ylaysiz-da, lekin buni tagida katta jinoyat bor ekan. Ko'rsangiz, endi mashinkalar topshirib yuboravering, bo'ldi deydi, anodan o'tib bo'ldingiz, tizim sizni tasdiqladi deydi. Endi davlat pulni mazza qilib yotavering, mashinkalar yo'qoting endi. Nechta mashinka berdi sizga? 4 ta mashinkani men o'zim olib keldim. O'zingizning pulingizga oldingizmi? Yo'q, o'zimizniki mashinka. Qo'ydim. Bular monitoring qilyapti-da, monitoring tugagandan keyin qonuniy davlatdan pul chiqdi deb tasdiqlayapti. Mana knishkalarim hammasi bor. Agrobankdan bir marta 4 million olganmiz. Soliq endi biz shundan ishlayapmiz deb o'ylaganmiz, lekin indamasa biz jinoyat chiqib qo'yadi-da. Men qoyil qolaman. Bunday ishxona ochib bergan insonlarni tekshirmaganlariga, prokurorlar loqaydlik qilib ishiga mansabini suiiste'mol qilib o'tirganiga yomon qiziqaman-da. Nima uchun shuncha Paxtakor tumanida jinoyat bo'lyapti? Mana hozir qo'limda qonuniy davlatdan oladigan pullarim bor, lekin men отказ qilyapman. 2 oylik chiqdi olib borib oling dedi. Menda har birini borki zapislari ham bor-da. Borib oling Agrobankdan pulingizni. Nega olaman? Men ishxonani yopganman. Ular monitoringdan keyin yopib yuboryapti-da, o'zlari qancha yegan bilmadim, lekin o'zlari ham yemasa bu ishni qilmaydi. Menga borib 8 million pul chiqdi oling deyapti. Nega olaman dedim. Men отказ qildim, chunki u davlat puli. Davlat pulini men yemayman dedim. Maqsadlaring nima dedim. O'zlaringga she'r qilib erta bir kun men topib ketib qo'yarishmi dedim. Menga bunaqa ishxonalaring kerak emas dedim. Lekin bizni prokuror kelib qiziqmadi ham, tekshirmadi ham. Hamma gapda aytilgan bo'lmasa, hokimiyatda ham aytildi. Bu bo'yicha hech kim qiziqmadi ham, ishi ham bo'lmadi. Rahmat. Paxtakor tumaniga. Rahmat. Hozir bu Jizzax viloyati Do'stlik tumaniga Sayyor Qobili viloyat prokuraturasining Sayyor Qobiliga siz mana shu maqsadda kelgansiz, to'g'rimi? Ishxonani nega ochdlaring? Davlat pulini kim yeyapti, kim talon-taroj qilyapti? Nega so'ramaysizlar? Prokuraturaga borib aytganman. Nima uchun hech kim bu masala bo'yicha qiziqmayapti, shug'ullanmayapti? Nima uchun prezidentimiz chiqargan har xil mana bunday kredit, subsidiya degan pullarga qiziqmayapsizlar, qaramayapsizlar? Qani bu bironta qiziqayotgan inson endi vatanga xiyonat bo'ladi bu. Prezidentimizga xiyonat, vatanga xiyonat. Erta bir kun boshqa ishlarga ham aralashtirib tashlashi mumkin-da bular. Shunday. Ko'p narsa kutsa bo'ladi. Men qo'rqib qoldim. Bunday ishxonani ochib, meni boshliq qilib qo'yib, endi
yo'q ishxonagada bor ishxona bo'lsa mayli edi. Endi shuni orqasidan daromad kelar edi, yaxshi bo'lar edi. Hammasida firibgarlik bor. Hammasida jinoyat. Jinoyatga sherik bo'lganlar bizni sherik qilib qo'yapti-da, lekin o'zlari jinoyatchi bo'layapti-da. Men shunga hayronman. Lekin ishlamayapti prokurorlarimiz. Prezidentimizdan bitta iltimosim, har xil resurslar borda, resurslarda foydalanish kerak. Undan borib odamzod to'g'ri foydalanish kerak-da. Aldab, prezidentimiz aldab, ana yerda sizga pul chiqdi deb turib, boyagi tasdiqlagandan keyin, monitorini o'tgandan keyin ishxonani yopib, pullarni kistaga urib, bunaqalar qilish kerak emas. Prezidentimizdan endi nima so'rayman? Mana shu resurslarni yaxshilab tekshirsa, men lekin olmayman. 2 oylik pulim turibdi, 8 million bankda hisobimga tushiryapti ular. Menga kerak emas unaqa pul. Bular o'zlari jinoyatchimi, o'zlari javob bersin. Men shuni talab qilaman. Qonun oldida javob bersin. Paxtakor tumani nima uchun ishlamayapti? E'tiboringiz uchun rahmat. Jizzax viloyati Do'stlik tumani mana Jizzax viloyati viloyatidan prokuror kelib sayyor qabul o'tkazyapti. Ana shuncha odam. Imam Hasan.